odamlar o'zgardi deyishadi. Yo'q, aslida odamlar kimligi bilinib qoldi. Kel o'g'lim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nurli kelajak maktabining direktori siz bo'lasizmi? Ha, menman. Ismim Ulug'bek. Adashmasam siz bilan telefon orqali gaplashgandik. Ha, gaplashdik. Assalomu alaykum. Mana shu o'g'ilcha 1-sinf. Shunda maktabga bermoqchiman, gaplashib olsak. Mayli, marhamat. Qani, kel o'g'lim. Maktab haqida ma'lumot bersangiz. Demak, bizda Nurli kelajak xususiy maktabi xalqaro maktablardan biri hisoblanadi. Darslarimiz 8:30 dan kechki 5:00 gacha davom etadi. O'quvchilarimiz kun davomida 3 mahal ovqatlanishadi. Maktabimizda narx-navolar 1-4 sinflar uchun 1.390.000 so'm, 5-6 sinflar uchun 1.490.000 so'm, 7-8 sinflar uchun 1.590.000 so'm, 9-10 va 11 sinflar uchun esa 1.690.000 so'm tashkil qiladi. Sharoit cho'tki bo'lsa, puldan umuman muammo yo'q. Siz ham bizga yordam berishingiz kerak. Oilada farzand otasini ko'rib o'zgaradi. Bolam menga o'xshasa qaniydi? Ishlar yaxshi edi. Nimaga birdaniga savdo oqsab qarzga kirib ketdik? Sen yordam bergan odam do'stim degani sen orqali zo'r bo'lib ketibdi. Shunday yordam so'ra, hamma yoq qarz bo'lib ketdi. Ba'zi odamlar seni yomon ko'rgani uchun ketmaydi, foydang tugagani uchun ketadi. O'zing ahmoqsan-da. Sal o'ylab ish qilish kerak edi. Men yordam berardim, bilasan. O'g'ilchani Nurli kelajak xususiy maktabiga berganman. Bu yil 1-sinf. Alo. Bu zamonda yomon bo'lish qo'rqinchli emas, yaxshi bo'lish xavfli bo'lib qoldi. Alo, assalomu alaykum. Adasi ketayotganingiz, kampir topib kela olasizmi? Ana, Samorodda oldidagi magazinda arzonroq edi. Ha. Assalomu alaykum. Do'konimizga xush kelibsiz.
Millat bir kunda aynimaydi. Insonlar asta-sekin bir-birini dardini his qilmay qo'yganda ayniydi. Endi nimaga tikasan? Uyimni tikaman. Sen kartang past. Oldin odamning yuzi uyalar edi. Endi esa vijdoni ham jim. Qilingan yaxshiliklar unutiladigan zamondamiz. Eng qo'rqinchlisi bilasizmi nima? Yomonlarning ko'paygani emas. Yaxshi insonlarning ham gunohlari va odamlar sababli qalbi o'zgarib borayotganidir. Seni benden alamazlar fırtınada. Og'ir kunimda yonimdamisan? Yoningdaman do'stim. Holbuki mo'min banda odamlar uchun emas, Alloh uchun yaxshi bo'ladi. Shuning uchun qalbdagi mehr, halollikni va insoniylikni yo'qotmasligi kerak. Bir kun kelib hamma faqat o'zini o'ylasa, hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Ey odam, sen uchun birov ko'rmas tushingni, avvalo Xudo deb bilib qilgin ishingni. Zolim bo'lib qolma, yig'ib olgin hushingni. Xudo xor qilganning bandasi bor etolmas. Xudo yor bilganning bandasi xor etolmas. Xudo xor qilganning bandasi bor etolmas.